Amerika rahbari Donald Tramp Eron bilan mojaroda Vashingtonni qo'llab-quvvatlamagan NATO davlatlari ro'yxatini tuzib, ularga nisbatan choralar ko'rishni o'ylamoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, ro'yxat ustidagi ishlar NATO bosh kotibi Mark Ruttening aprel oyi boshida Vashingtonga tashrifi arafasida olib borilgan. Jarayon davomida amerikalik amaldorlar har bir davlatning jamoaviy mudofaaga qo'shgan hissasini baholab, shundan kelib chiqib ularni turli toifalarga ajratgan. Hozircha hujjat tafsilotlari oshkor etilmagan, biroq ehtimoliy choralar qatorida NATOni moliyalashtirishni qisqartirish, Yevropadagi AQSh harbiy kontingentini kamaytirish yoki qayta joylashtirish kabi variantlar bor. Shuningdek, qo'shma harbiy mashg'ulotlarni to'xtatish, qurol savdosini qisqartirish kabi choralar ham muhokama qilinayotgani aytilmoqda. Avvalroq 2025-yilning dekabr oyida Amerika mudofaa vaziri mana shunday qora ro'yxat tuzish lozimligini ilgari surgandi. Isroil, Janubiy Koreya, Polsha, Germaniya, Boltiqbo'yi mamlakatlari va boshqa namunali ittifoqchilar bizning alohida iltifotimizga sazovor bo'ladi. Jamoaviy mudofaa borasidagi o'z majburiyatlarini haligacha bajarmayotgan ittifoqchilar esa tegishli oqibatlarga duch keladi degan vazir. Shuningdek, Donald Tramp NATO doirasidagi siyosatni jiddiy qayta ko'rib chiqish lozimligini bildirgandi. U ayrim ittifoqchilarning Eron bilan bog'liq vaziyatda AQShni qo'llab-quvvatlamaganidan norozi ekanini ochiq aytgan. Politico nashrining yozishicha, NATOning ayrim mamlakatlaridan qo'shinlarni olib chiqib ketish variantlaridan biri sifatida ko'rilmoqda. Biroq bu qimmat va qiyin jarayon hisoblanadi. Boshqa variantlar qatorida esa qo'shma o'quv mashg'ulotlarini qisqartirish yoki qurol savdosini to'xtatish ham bor. Polsha va Ruminiya davlatlari ushbu tashabbusning asosiy manfaatdorlari bo'lishi mumkin. Polsha NATO mudofaasiga asosan eng ko'p mablag' sarflaydi. Shuningdek, mamlakatda joylashtirilgan 10 ming amerikalik harbiy xizmatchilarning deyarli barcha xarajatlarini qoplaydi. Ruminiya esa aviabazasini kengaytirib, Eronga qarshi urush vaqtida AQShga undan foydalanishga ruxsat bergan. Ispaniya, Buyuk Britaniya va Fransiya kabi davlatlar Eronga qarshi urushda AQShni qo'llab-quvvatlamagan. Tahlilchilarga ko'ra, so'nggi paytlarda AQSh va NATO o'rtasidagi kelishmovchiliklar kuchayib bormoqda. Xususan, Grenlandiya masalasi va Yevropa davlatlarining harbiy yordam bo'yicha pozitsiyasi Vashingtonning keskin noroziligiga sabab bo'lgan. 8-aprel kuni Tramp NATO bosh kotibi Mark Rutte bilan uchrashuv vaqtida tashkilot faoliyatini tanqid qilib, alyans bizga kerak bo'lgan paytda yonimizda bo'lmadi deya fikr bildirgandi. Mutaxassislar fikricha, bunday qora ro'yxatning paydo bo'lishi alyans ichidagi birlikka jiddiy ta'sir ko'rsatishi va munosabatlarda yangi keskinliklarga olib kelishi mumkin.